Oğuz verelim. Oğuz bir bunu. Yılın en yaxshi sindirishlarni yaptığını oğlu özlerine alalım. Hadi de borku bir de soy onu sağ böyle sindirgandaki dalgınlarla tamamlar çekiyor. 5 lira bo'ldi. Men to'rtta o'ynamayman deganman o'zlariga. Top turing endi. O'g'inab ketib qolsa ham o'ga hisobmas aytib qo'yadi. Nima bo'lsa? O'g'inab ketib qolsa. Ehtiyot, yutqazsangiz 40 ming so'm. Men yutsam 40 ming so'm. Sen gazon yo'q bo'ldi. Ha. Gazon ko'pku. Komloka? Doktor bor o'zi komloka. Ana bermadim sizga tartib. O'z men uningiz urganda o'g'inab ketib qolib, menga bahona qilma, o'rnatib oling aka. Men bir marta imkoniyat aka, ehtiyot shart. Hech bo'lmasa bir tomonga yurishim kerak, tagidagi agar o'g'onab ketib qolsa hisobmas. O'g'inab ketib qolsa, men bitta yerda sinib ketib qolsa nima bo'ladi? Yo'q, menga qiziq yo'q, bitta imkoniyat. Shundan. Bir marta imkoniyat. Ag'dasini nerede ag'da? Kunfun yangi sirlar. Va qo'g'lagan tomondan. Yo'q, men tuz qoladi kamera. To'xtab turing, aka, endi g'ishangizni qo'lingiz sinmaydimi ish qilib? Qanqa bo'ling? Mana uyim bo'ling. Gap qo'shmaysiz. Hop. Kimdir? Men tomosha qilsam. Siz tomosha qilib xolos. Bir joyga yurish.